أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan arab alifbosi darsimizni davom etkazamiz. Biz sizlar bilan bugun inshaalloh ta harfi bilan tanishib o'tamiz. Demak, darsimiz odatdagidek yozma ravishda bo'ladi. Siz azizlar, siz ham yozishni unutmang. Demak, ta harfi. Ta harfi so'z boshida kelishligi bu shakl va ustida esa ikkita nuqtasi bor. Ta harfi. Ta harfining o'rtada kelishligi ustida ikkita nuqtasi bor. Ta harfining kalimaning oxirida kelishligi ustida ikkita nuqtasi bor. Bunga harakatlar qo'yamiz. Harakat fatha, ta, kasra, ti, domma bilan esa tu bo'ladi. Demak, ta, ti, tu deb o'qilinadi. Demak, qo'shib yozamiz. Mim va ta harfini. Mim va ta harfi. Mim harfiga fatha qo'yamiz. Ma deb o'qilinadi. Ta harfiga esa sukun qo'yamiz. Mat deb o'qilinadi. Yana mim harfi va ta harfini yozamiz. Mim harfiga kasra qo'yamiz. Mi bo'ladi. Ta harfiga esa sukun qo'yamiz. Mit bo'ladi. Yana mim va ta harfini yozamiz. Mim harfiga domma qo'yamiz. Mu. Ta harfiga esa sukun qo'yamiz. Mut. Endi 3 ta harfni birga qo'shib yozamiz. Ta va mam mim harfini va ro harfini yozamiz. Ta, mim va ro. Bunga harakatlar qo'yamiz. Ta harfiga fatha qo'yamiz. Ta bo'ladi. Mim harfiga esa fatha qo'yamiz. Tama bo'ladi. Ro harfiga esa sukun qo'yamiz. Tamarru bo'ladi. Demak, nima deb o'qilinadi? Tamarru. Tarir. Ta harfi va ro harfi. Ta harfiga ustiga ikkita nuqta qo'yamiz. Endi bunga harakat yozamiz. Harakat. Ya'ni ta harfimiz fathalik, ta, ro harfimiz kasralik, tari, yana ro harfimiz sukunlik. Nima deb o'qilinadi? Tarir. Z harfini yozamiz. Z harfi ro harfidan nima bilan farq qilinadi? Bitta nuqta bilan. Ro harfini yozib, ustiga bitta nuqta qo'yib qo'ysak, nima bo'lib qoladi? Z harfi bo'lib qoladi. Demak, ro harfi va ta harfi. Bunga harakat qo'yib o'qiymiz. Uchala harflarga harakat qo'yib o'qiymiz. Z harfni domma bilan belgilaymiz. Zu. Ro harfni esa sukun bilan belgilaymiz. Zur. Ta harfni esa fatha bilan belgilaymiz. Zurta. Endi alif, ya'ni amarti so'zini yozamiz. Mim va ro. Ama, mim harfini fatha bilan qilsak, ama, ro harfini sukun bilan belgilaymiz. Amar, endi kasralik. Ta harfi olib kelamiz, ya'ni ta harfini olib kelamiz. Amar ti kasralik. Agar fathali olib kelsak, amar ta bo'ladi. Hozir bizda kasralik. Amarti. Domma, u, mim harfi va ro harfi va ta harfi. Umirtu ekan.
Demak, umir domma qo'yamiz. Nima bo'ladi? Umirtu. Umirtu. Endi mim harfini yozamiz. Va ro harfini yozamiz yana va ta harfini yozamiz. Bunga harakat qo'yib o'qiymiz. Bunga harakatlar qo'yib o'qiymiz. Demak, mim va ro harfimizda fatha bor. Maro. Ro harf ikkinchi ro harfimizda sukun bor. Maror. Maror. Tu bu tomiz esa dommalik. Marortu. Marortu. Endi amarat. Alif ro harfi va ta harfi. Bunga shakl qo'yib o'qiymiz hozir. Mim harfimiz fathalik, ama va ro harfimiz ham fathalik, amaro. Ta harfimiz nimalik? Sukunlik. Nima deb o'qiymiz? Amarat. Amarat deb o'qiymiz. Keyingisi amartum. Alif, mim va ro harf va ta va mim harf. Bunga harakatlarni qo'yamiz hozir. Harakatlarni qo'yamiz. Mim harfimiz fathalik, amar. Ro harfimiz esa sukunlik, amar. Ta harfimiz dommalik, amartu. Mim harfimiz esa sukunlik. Amartum. Amartum. Demak, buni o'qiymiz va keyin o'chirib men qolganini yozaman. O'qiymiz. Ta, ti, tu, mat, mit, mut, tamar, tarir, zurta, amarti, umirtu, marartu, amarat, amartum. Mana shu. Buni o'chiraman. Demak, biz amartum endi umirtum deb yozamiz. Mana. Alif, hamza, domma. U mim va ro harfi va yana ta harfi. Bunga shakl qo'yamiz endi. Harakatlarni qo'yamiz. U mimimiz kasralik, umir, romiz sukunlik, umir, ta harfimiz dommalik, umirtu, mim harfimiz esa sukunlik. Nima deb o'qilinadi? Umirtum. Umirtum. Marartum. Mana. Mim va ro. Bunga harakatlar qo'yamiz endi. Mim harfimiz fathalik, ma. Ro harfimiz ham fathalik, maro. Ro ikkinchi ro harfimiz sukunlik, maror. Ta harfimiz dommalik, marartu. Ana. Marartum. Marartum. Endi esa xuddi shu shaklda yozamiz. Xuddi shu shaklda yozib harakat qo'yamiz. Mim harfiga domma qo'yaylik. Mu. Ro harfiga esa kasra qo'yamiz. Murir. Ikkinchi romiz sukunlik, murir tum. Ana. Murirtum. Xuddi shu shaklda harflar bir-biriga qo'shilib o'qilinaveradi. Bu harflarni bir-biriga qo'shib yaxshi o'qisak, inshaalloh Qur'oni Karimni o'qishlikda tez o'rganib olamiz. Demak, o'qiymiz. Umirtum, marartum, murirtum. Demak, sizlar bilan azizlar ta harfini o'rgandik. Ya'ni sizlar bilan bugun ta harfini tanishib o'tdik. Darsimiz bugun mana shu yerda yakunlanadi.
Darsimizni shartlari buni yozib borasizlar. Yozib bizga yuboring. Albatta biz o'z munosabatimizni bildiramiz. Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.